sehrgarlik qobiliyati. Xo'sh, bunga qodir bo'lmaganlarchi? Bu akademiyada iqtidorsizlar uchun qandaydir yo'l bormi? Zindon 7-qavat. Bu savolga javob berish uchun men zindondagi yirtqich hayvonlarni o'ldirish uchun keldim. Hatto harakat qilsam ham qila olaman. Men sehrdan foydalana olsam ham. Birinchi qism yolg'iz qilich kabi. Balka javhari va agni changiga 1 daqiqalik sehrni yo'naltirish oltin gugurt bo'lagini hosil qiladi. Keyinchalik olovni katalizatorlash mumkin. To'g'ri. Kelinglar buni ko'ramiz. Sizlarni oldinga olib chiqaman. Will Serford. Janob, nima deyotgandingiz, professor Edward? Doskaga chiqishingni aytdim. Yana menmi? Hozir. Nima bo'ldi? Bu oddiy amaliy mashq. Ma'lumki, olov sehrlash uchun sen faqat katalizatordan foydalanishing kerak. Olovmi? Olov yoni. Jim bo'ling. Bizning institutimiz talabasi hatto eng oddiy sehrdan ham foydalana olmaydi deb o'ylash. Ko'proq kitob o'qish kerak. Hayot bersa ta'lim o'shanaqa kerak, muallim demasdan. Bunaqa bilimsiz o'quvchilarni tarbiyalay olmaymiz. Olovyon, buyrug'imni eshit. Ruxsatsiz namoyishlardan tiyilib turinglar. John Olster. Kechirasiz, professor Edward. Will eng yaxshi formada emasga o'xshaydi. Shuning uchun o'rniga yordam berdim. Sani tushundim. Hammangiz ko'rganingizdek. Bu dunyoda sehrning ustunligi mutlaq. Sehr bu hokimiyat. Sehr bu kuch. Bizning qahramonlarimiz sehrgarlar. Va akademiyada seni sehr jodu qobiliyatingga qarab, hurmatingni qilishadi. Nazariy bilimga ega, lekin bir tomchi ham sehr ishlata olmaydiganlar iste'dodsiz bo'ladi. Eng zo'r sehrgarlar turgan bu joyda ularning turishiga joy yo'q. O'zicha orzu qiladigan ahmoqlar. Bu akademiyadan chiqib ketishingiz mumkin. Yana qobiliyatingni ishlata olmading, ahmoq. Shiyon. Yana zindonga boribsan deb eshitdim. Menimcha qarzing ko'payib ketgan ko'rinadi. Hatto uyalmaysan ham. Bas qilinglar, yigitlar. Voy, Kolet. Sen kabi zo'r talaba. Bunaqa qoloq talabani himoya qilishni hech tushunmayapman. Will sizlardan ko'ra mehribon va hammadan ko'ra ko'proq ishlaydi. Do'stimni haqorat qilishingga yo'l qo'ymayman. Koletto. Faqat mehribonlik va mehnatsevarlik hech kimni ajoyib sehrgarga aylantira olmaydi. Albatta sendan tashqari. Sehrgar bo'lish orzuyingni unuta qol. Bu qobiliyatsiz bilan vaqtingni sarflash behuda bo'lardi. Professor Edward aytganidek, tezroq bu maktabni tark etganing yaxshiroq. Ahmoq. Ularni senga tegishiga yo'l qo'yma. Professor
Sir Edwardga ham nimadir bo'lgan. Sana bunaqa masxara qilishi shartmidi? Hammasi joyida, Koletta. Axir sehr jodidan foydalana olmasligim rost-ku. Will, Qolaversa, senga o'xshagan yoqimtoy qizim bo'lsa, tashvishlanadigan hech nimam yo'q. O'zim omadli deb his qilaman. bu gap qayoqdan keldi? Yana shunaqa muloyim ifodalar bilan bu gapni qaytarsang, nimani ortidan ketyapsan o'zi? Xushomad seni hech qayerga olib bormaydi. Shoshma, sen bunaqa gaplarni hammaga nisbatan ishlataverma, xo'pmi? Kechir. Kichkinaligimdan qizlarga iltifotli so'zlarni aytishni o'rgatishgan. Agar xolos uni gapiradigan bo'lsak ham rostdan chiroylisan-da. Lekin rostdan haqiqatni aytdim. Hech amal deganim yo'q. Yetarli. Boshqa gapirishingga hojat yo'q, jim bo'l. Xo'p. Bir lahzaga o'zimni yo'qotib qo'ydim. Men Collet Lauraman. Soddagan oilasining qizini nomi bu. Men xotirjamlikni saqlashim kerak. Nimadir bo'ldimi, Will? Yo'q. Men shunchaki akademiyamiz go'zal ekanligini o'ylab. Ha, shunaqa. Bu juda ham iliq yorug'lik. Eng kuchli sehrgarlar Magiya Wander osmonini qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Qadim zamonlarda odamlar osmon haqida hech narsa bilishmas edi. Ular zulmatda qolib ketishgan. Osmon mezbonlari dunyoni dahshatga solishdi. Ularga qarshi 5 ta sehrgar ko'tarilguniga qadar. Bu sehrgarlar bosqinchilarni orqaga qaytarishdi. Ular osmonga muhr bosdilar va dunyomizga tinchlik olib keldi. Magiya Wander. O'shandan beri o'tib kelayotgan bu unvon faqat eng kuchlilarga beriladi. Har bir inson buni kamida bir marta orzu qiladi, sehrgar bo'lish sharafini. Nima deb o'ylaysan? Musqizning tayoqchasi Albus Vina bugun ham bizni kuzatib turibdimi-ekan? Umi? Nima? U derazani tepasida o'tiribdi. Biz tarafga qarab. Quyosh va oy. To'g'ri. Ularning aytishicha quyosh va oy u yerda haqiqiy osmonda suzib yuradi. Rostami? Elfariya. Bundan tashqari, osmonning narigi tomonida go'zal quyosh botishi bor. U har xil narsalarni yorqin qizil rangga aylantiradi. U dunyodagi eng yoqimli narsa deb eshitdim. Agar biz osmonga imkon qadar yaqinlashsak, minora tepasida Magiya Wanderga aylansak, ehtimol quyosh botishini ko'rarmiz. Unda keling birga buni ko'ramiz. Ha, va'da ber. Bu begunoh bolalik va'dasidan boshqa hech narsa emas edi. Lekin u haqiqiy narsa edi. O'z istedodi bilan u Magiya Wander unvonini qo'lga kiritgan eng yosh bola va u minora tepasiga chiqdi. Menga kelsa, juda ham istedodsiz bo'lganman. Ammo o'sha kuni bergan va'damizdan voz kecha olmayman. Men uni yonida turish orzuyimga erishish uchun hozir ham intilyapman. Sen ahmoq! Professor Wagner, iltimos tinchlang. Yana ruxsatsiz zindonga kirdingmi? Yana 7-chi qavatga chiqibsan. Biror kun aniq o'lib ketasan, bola. Kechiring, professor Wagner. Lekin mana qarzlarim bor. Ey salama. Bu Yovuz gvardiyani o'ldirish tasdiqlangan. Shu bilan senga 2 ta kredit beriladi. Yaxshi. Demak, sen hali ham Magiya Wander bo'lishdan voz kechmagansan. Nima qilibdi?
eshit. Minoraga ko'tarilishdan oldin sen yuqori institutga o'tishing kerak bo'ladi. Bu uchun sehrgarlik unvoni senga yozilishi kerak. Hech bo'lmaganda 3 ta o'zing uchun mashhur sehrni o'rganasan. Va sen sehrdan foydalana olmaganing uchun sen hech qachon afsun kreditini topa olmaysan. Xo'p. Shuning uchun ham iste'dodimni ko'paytiraman va kredit ham yig'aman. Well, senga necha marta aytganman. Sehri yo'q odamlar iste'dodini oshira olmaydi. Buni umuman iloji yo'q. Sen uchun esa bu umuman muammo. Shunday bo'lsa ham taslim bo'lmayman. Hamiyas ahmoq. Magic Wonder bo'lishni o'ylama. Hatto o'qish tugatganingdan keyin ham. Oxirgi imtihoning bo'yicha hech qanday kredit to'plolmaganingni allaqachon bilaman. Bu hafta oxirigacha 4 ta kredit topishing kerak, bilasanmi? Nima? Hafta oxirigacha? Ammo dega 2 kun qoldi-ku. Unaqada. Juda ham tezroq o'qishim kerak. Tezroq. 4 ta kreditli hayvonlar. Professor Brunoning ma'ruzasini eslayman. Menimcha shunday edi. Xo'sh. Bilasanmi? O'zim bilan gaplashyapman shekilli. Lekin 6-qavatda Baskerville haqida xabarlar bor edi. Ma'lum bo'lishicha, hali hech kim uni mag'lub etmagan ekan. Sizga rahmat, professor Warner. Ahmoq, yopishma. Menga yoqmaydi bilasan-ku. Aldamang sensei. Qo'yib yubor, Will. 6-qavat, Baskerville. Men uni bu maktabda haydash uchun hamma narsani qilaman. Yaxshi. Bugun 4 ta kreditni olaman. Chunki oldin Baskerville bilan jang qilganman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Avvalgidek alangali nafasni yodda tutsam, avvalgidek yonib ketmaymiz. Shu uchun iltimos Kiki, seni burningni bog'lab qo'yaman. Biz akademiyamizga iqtidorsizlar kerak emas. Sizlar ham xuddi shu fikrdamisizlar? Ha, haqsan Shon. O'sha qoloq bilan gaplashishdan oldin u yirtqichni o'ldirish kerak. Shu tariqa u kredit mablag'larini yetishmagani uchun chetlatiladi. Lekin bu haqiqatan ham xavfsizmi, Shon? Uchamiz 6-qavatga shunday keldik. Ha? Meni kimligimni bilmaysizlarmi nima? Yo'q, kechirim, bunaqa demoqchi emas edi. Ha, sen elitalardansan, Shon. Bu dunyoda sehrdan foydalana olmaydigan yigit menga Vender haqida gapirmasligi kerak. Uni ko'rishni o'z asabimga tegotdi. Uni akademiyada qolishga haqqi yo'q. Bizning maqsadimiz Baskervilledir. Birinchi hududni qidiramiz. Bu kimning qichqirig'i? Bu qavatda kimgadir hujum qilyaptimi nima? Ovozlariga qaraganda ular bu yerdan unchalik uzoqda emas. Nahmucha qo'rqinchli. Bu 10 kreditga arziydi. Tanasi 5 barobar kattaroq kuch bor. Qo'riqchilarning yashash joyi chuqurroqda bo'lishi kerak edi-ku. U shu qavatda chiqdimi? Axir bu Shionku. Yo'qol.
Uni sehri ta'sir qilmayapti. Bu yirtqich hayvon butunlay boshqacha darajada. Portlash. Buni imkoniyati yo'q. Unga yordam berishim kerak. Yo'q. Shoshma. Nima uchun men uni qutqarishim kerak? U meni masxara qilgandan keyin ham u doim meni tahqirlab kelgan. Agar qochib ketsam, Bilaman. Seni bilaman. Bilaman. Seni bilaman. Will, sen mehribonsan. Va hammadan ko'ra dovyuraksan. Xato aytyapsan, Elfi. Men faqat seni yoningda turishni xohlayman. Senga munosib bo'lish uchun yoningda. Men oddiy, sehrsiz odamman. Shuning uchun hech bo'lmaganda menda faqat qilich bo'lsa ham. Qo'ysan. Professor Edward, kechasi nima bezovta qildi? Shionvon sheriklari zindonga ketishdi. Nima dedingiz? O'sha zodagon yaramaslar. Zindon juda katta. Ularni qayerdaligini topish uchun tanishlaringdan foydalan. Ular qaysi qavatga chiqib ketishgan? 6-qavat. Unday bo'lsa, qidirishga hojat yo'q. Nima? Bu yerda Will bor. Bu nima? Bu haqiqatan ham Willmi? Bo'lishi mumkin emas. Will o'zgarib turadi. Nima demoqchisan? Sehrgar hech qachon g'ayritabiiy kuchga ega bo'lmaydi. U mashaqqati bilan shunga erishadi. Uni qobiliyati bir marta ko'rganingdan so'ng dushmaningning strategiyasini tushunib, uni kuzatish qobiliyatidir. Men allaqachon tushundim. Tutilding. To'g'ri, u yerda umuman sehr yo'q. Lekin sehrga to'la bu dunyoda bu yagona kuchli jangchi.
Uni qilichini bir zarbasi. Kuchli chaqmoqdan ham kuchli. Yaxshimisan? Hazillashasanmi? Bunisiga chidamayman. Sehrdan foydalana olmaydigan odam sehrgardan oshib keta olmaydi. Professor Edward. Wilserford shu bilan 10 ta kredit bilan taqdirlanadi. Yes, uddaladim. Bu dunyoni ag'darib yuboradigan bolaning hikoyasi. Tayoq va qilichning birlashishi haqidagi ertak istoriya.